doimiy komissiya xulosa sifatida Chinoz tuman hokimining moliya iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'i Maryakubov hamda mutasaddi tashkilotlar rahbarlariga quyidagilar tavsiya etiladi. Iqtisodiy tuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasining mablag'larini sarflashda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi 17-sonli farmoni talablariga qat'iy amal qilish ajratilgan mablag'larni belgilangan tartibda yo'naltirish, moliyalashtirish maqsadli va samarali ishlashini ta'minlash vazifalarini amalga oshirsinlar hamda bajarilgan ishlar to'g'risida xalq deputatlari Chinoz tuman kengashiga batafsil hisobot berib borsinlar. Yuqorilardan kelib chiqib doimiy va o'zgartirish qo'shimchalar bilan qo'shilgan holatda komissiya tomonidan tayyorlangan kengash qarori loyihasini tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qaror loyihasini qo'shimchalar bilan o'zgartirishlar bilan tasdiqlash uchun ovoz qo'yadi. Rozilar, qarshilar yo'q, yetarli yo'q, rahmat. Qaror loyihasi. Kun tartibidagi 6-masala Chinoz tumanida aholi muammolari va murojaatlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga ko'tarish va jamoatchilik fikrini chuqur tahlil qilish bo'yicha Qarshi shahri tajribasi asosida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash to'g'risida axborot berish uchun so'z Chinoz tuman hokimining birinchi o'rinbosari Mirsaid Miryoqovga berdi. Marhamat. Ushbu topshiriq bo'yicha demak reja grafiklarni ishlab oldik biz. Hisobotni, umumiy hisobot demak bu bizni boshlang'ichimiz, qarshi tajriba, bu yangi tajriba. Demak to'liq shu prezident yangi yo'l qildimi, qarshi tajribami bor? Yangi yo'l qildik. Biz ham Unda agar bo'lgan bo'lsa ishlash grafikini oldik, taqsimot qilib oldik. Hammamiz o'zimizga kerak bo'lgan grafikini berdik, taqdim qildik kengashga. Shuni tasdiqlab bersa-da, endi hozir bizni har bitta yangilik bo'lyapti, har bitta o'zimizning KPI'mizga murojaatlar bo'yicha alohida demak baho berilyapti. O'sha sayyor qabulni o'rgatish bu ilgari menda yo'q edi. Mana shu yildan boshlab yangilik kiritildi. Ham qo'shimcha sayyor qabulni o'tkazish, alohida shu grafiklarimizni yuklayapmiz. Har bitta yuklangan grafik uni ijobiylik darajasi demak bizning topshiriq rahbariyat topshirig'imiz 80% kamida, 80% oshirish. Shu katta yo'llarda. Shu umumiy xalq qabulxonasi bor, umumiy ko'rsatishlarni hisobotga beradigan. Korxonalar o'ziniki birinchi o'zida, hamma korxonalar o'zida asli. Umumiy yig'masi xalq qabulxonasi bizga o'sha KPI natijalarini baholovchi mas'ul hisoblanadi. Demak, asosan, ya'ni o'sha murojaatlar kelib tushganda bu yondashuvda, demak, samimiy, oddiy, tushunarli tilda fuqaroga murojaatini qanoatlantirib, qayta murojaatni kamaytirish. Prezidentimizda qandaydir bilasizlarmi? Ko'p nimalar eshitdik-da, Qarshi shahridagi o'sha misol uchun tayinlab berdi. Bu ham bitta tajriba bo'lyapti. Saytlar bor. Mana qaytadi Guchi, Buxoro, Zavon, mana shu o'shadan bu ham Qarshi bo'yicha mana bu murojaatlar bo'yicha bo'ldi-da endi. Mazkur masala bo'yicha rahmat. Masala bo'yicha doimiy komissiya xulosasini o'qib eshitish uchun so'z Xalq Chinoz tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash mavzusiy masala bo'yicha a'zosi Farhod Ibrahimov. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar. Ushbu masala bo'yicha Miryoqov o'sha axborotini berdi, chora-tadbirlarni o'qib berdi. Doimiy komissiyada juda chuqur muhokama qildik buni. Shu o'zimizning fikr-mulohazalarimizni bildirdik. Endi buni asosan 13-mart kuni muhtaram prezidentimiz boshchiligida o'tgan video selektorda berilgan topshiriq bo'yicha tavsiyalarimizni berib, undan keyin takroriy arizalarga ko'proq e'tibor berishligini, mana shu masalalarga qattiq e'tibor berishligi to'g'risida hammasini batafsil kelishib oldik. Xudo xolasa birgalikda bu masalalar hammasini hal qilamiz. Yangi tizimni birgalikda qilamiz. Yuqoridagi masalalar bo'yicha qaror loyihasi tayinlangan, iltimos shuni tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rahmat. Bo'lmasa ovozga qo'yaman, qaror loyihasi qo'llarida turibdi. Rozilar, qarshilar yo'q, yetarli yo'q. Rahmat, qaror loyihasi ma'qullandi. Hurmatli deputatlar, sessiya kotibining sessiya yakunlari yuzasidan axborotini eshitishimiz lozim. Marhamat. So'z sizga.
Xalq deputatlari Chinoz tuman kengashining 29-sessiyasi yakunlari bo'yicha sessiya kotibining axboroti. Bugungi sessiyamiz juda ham tarinki ruhda o'tdi. Savol-javoblarimiz ko'p bo'ldi, tortishuvlarimiz ko'p bo'ldi. Qaror loyihalariga, ikkita qaror loyihasiga qo'shimchalar kiritish bilan qabul qilinadigan bo'ldi. Bularning hammasini yozib olganman. Bugungi yig'ilishimizda 25 ta deputatdan 21 nafari faol ishtirok etishdi. Qolgan 3 nafar deputatlarimiz sababli qatnasha olmadi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bugungi sessiya kun tartibidagi masalalar ko'rib chiqilganligi munosabati bilan sessiyani yopiq deb e'lon qilaman. Barchangizga sihat salomatlik va ishlaringizda omad tilayman. Katta rahmat. E'lon bo'ladi.